Assalomu alaykum haydovchilar, bo'lajak haydovchilar. Yaxshimisizlar, charchaymizlarmi, jonilomami? Xo'p, eng avvalo hammani kirib kelgan 2026-yil bilan bunga e'tibor bermaysizlar. 1 yanvar kuni ozgina yiqilib tushib, ozgina joylarni sindirdik. Shunga ijtimoiy tarmoqlarda kam ko'rindim. Buni Instagramga, bu narsani Instagramga va Telegramga joyladim, YouTube'ga joylamadim. Darsda yetib ketaman dedim, baribir. 3 ta 4 ta zo'r darslarni tayyorlab qo'ygandim, slaydini tayyorlab qo'ygandim. Yozishga vaqt bo'lmaydi, imkon bo'lmaydi. Mana qancha yaxshi bo'lib qo'yganimdan keyin xudo xolasa boshladik. Aynan endi hozir bandlar bo'yicha tushuntirishni boshlayapman. Bandlar, ya'ni o'sha yo'l harakati qoidalarida 186 ta band bor. O'shani 5 ta 6 tasini hech obunachilarimiz yaxshi tushuna olmayotdi. Dars davomida tushuntirganman, lekin nimagadir baribir savollarda o'sha joyga qiynalishyapti. Aynan hozirgi 88-bandni oldindan tushuntirganman. Yana tushuntirmoqchiman. Nimaga? Chunki bir ikkita imtihondagi savollar hali ham o'quvchilar uchun qanaqadir qiyinchilik tug'diryapti. O'shaning uchun hozir 88-bandni ko'rib chiqamiz. Xo'p, tushunarli? Bo'lmasa boshladik. Xo'p, endi u o'zingizlar bilasizlar. Like, подписка deb bosasizlar va agar iloji bo'lsa, mabodo donatga nima dedi? Moddiy yordamga, ya'ni karta raqamlari agar mabodo ko'nglingizda bo'lsa. Xo'p, ketdik. Bo'lmasa, mana bu savol o'sha hammani me'dasiga tegayotgan savol. O'zi aslida oson savol bu. Qaysi transport vositasi haydovchisi aholi punktlarida to'xtash qoidasini buzmoqda? To'xtash qoidasini buzmoqda. Ko'pchilik ko'k avtomobil buzyapti deydi. Sariq bilasizlar, mana taxlovchi belgi tegdi, nogiron mustasno, bu nogiron avtomobil bo'ldi. Demak, bu sariq avtomobil nima qildi? Qoidani buzmadi. Chunki belgi bunga ta'sir qilmaydi. Lekin ko'k avtomobil nimaga hammasi ko'k avtomobil qoidani buzyapti deydi? Nimaga desa, chunki qarama-qarshiga chiqib qolgan-ku deydi. Xo'p, operator, ana yaqin qildingizmi? Ko'k avtomobil qarama-qarshiga turib olganda, hamma shuning uchun ko'kni bosadi. Yo'q, ko'k qoidani buzmagan. Mana javobda har ikkisi buzmadi degan javob to'g'ri chiqadi. Bu savol to'g'ri, hech qanday muammo yo'q bu yerda. Bu yerda bizlar shunchaki 88-bandni hali ham tushunmaganimiz uchun bo'lyapti. Xo'p, mana shu narsani o'rganamiz. Mana shu narsa bo'yicha o'zi 88-bandning ikkinchi xat bo'yicha biz birdan boshlab o'tib ketamiz. Nimaga? Chunki birda ham ancha-muncha zo'r narsalar bor. Bitta bandni to'liq o'rganamiz. Xo'p, o'zi bunaqa savol ko'p. Mana bu savol ham 29-biletda. Mana bu savolda ham ko'pchilik ruxsat etiladigan javobi bo'lsa, lekin nimaganligini tushunmaydi. Nimaga buni so'rashmaydi? Nuqul uni so'rashadi. Mana bu yerda ham qizil avtomobil qarama-qarshiga o'tib to'xtagan, bizga qarab turib ko'rayotgan bo'lsanglar, ruxsat etiladi, to'g'ri. Keyingisi, mana bu savol ham bir paytlar noto'g'ri edi. Men buni bu joyda to'xtashga ruxsat etiladi deb bossam, programma buni taqiqlanadi chiqarib berdi. Keyinchalik buni nima noto'g'riligini isbotlab bergandan keyin to'g'rilab qo'yishdi. Bu yerda 1-4 chizig'ini tizib to'g'rilab qo'yishdi. Mana 1-4 chizig'ini keyin to'g'riladi. Mana javobi endi hozir to'g'ri taqiqlanadi. Agar mana bu chiziq bo'lmaganda, mana bunda turganda, mana bu ikkalasi bir xil savol. Tushunarli? Buni to'g'rilab qo'yishdi programmadagi xatolik. Mayli. Keyingisi. Xo'p, mana bu savol, mana bu savol. Ikkalasi bir xil savol. Mana ikkalasida ham qizil ham, mana ko'k ham qarama-qarshiga o'tib to'xtagan. Mana bunisida biz qizil oldidan, bu yerda ko'k orqasidan qarayapmiz. Atak, ma'nosi bitta. Xo'p, bunga men 2 yil oldin mana 13-bobni to'xtash va to'xtab turish darsini mana 23-yil 21-avgustda joylagan ekanman. Bu bo'yicha men tushuntirish berganman darsda. Baribir bizani o'quvchilar tushunishmayapti. Mana ham ko'k ham qarama-qarshi turibdi, Gurzovi ham turibdi. Buni muammosi yo'q. Xo'p, endi 88-band, mana 88-band 3 ta xat boshidan iborat. Mana birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Juda ham zo'r band. Qanday to'xtash kerakligini hammasi shu yerda yozilgan. Xo'p, ana endi, xo'p, orqadagi ham ekran yaqindanmi? Orqaga qaytaramiz. Mana 88-band. Mana shu 3 ta xat boshi. Ketdik. Birinchi xat boshi 88. Transport vositalariga, demak transport vositalari umumiy hammaga, yengil, yuk, avtobus farqi yo'q. Hammaga transport vositalari yo'lning o'ng tomonida, ko'rasizlarmi? Yo'lning o'ng tomonida deyapti. Mana o'ng tomonda, bu o'ng tomonda, yo'l yoqasida, ko'rasizmi? Agar siz transport vositasida haydayotgan bo'lsangiz, uni to'xtatmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda yo'l yoqasiga chiqishingiz kerak. Mana bu bir chizig'ini bu yog'i yo'l yoqasi hisoblanadi yoki o'tli joy bo'ladi. Buni bilasizlar. Yo'l yoqasida, u bo'lmaganda esa qatnov qismining chetida, ko'rasizmi? Mana bu chiziqdan bu yog'i yo'l yoqasi hisoblanadi. Yo'l yoqasi bo'lsa, yo'l yoqasiga to'liq chiqishingiz kerak. Qatnov qismida qolib ketishingiz mumkin emas. Agar u bo'lmasa, deyapti, yo'l yoqasi bo'lmasa, deyapti, mana narigi tarafga qarang, mana bu trotuar bor. Qatnov qismining chetida, mana trotuar turibdimi? Demak, trotuarda to'xtash mumkin emas. Qatnov qismining chetida. Qaranglar, mana ham to'xtagan, mana ham to'xtagan joy. Lekin mana bu to'g'ri, bu noto'g'ri. Nimaga? Chunki bu qatnov qismining chetida to'xtashingiz kerak.
qatnov qismi chetida. Eslab qoling, agar yo'l yoqasi mavjud bo'lsa, yo'l yoqasida to'xtaysiz. Yo'l yoqasi bo'lmasa, qatnov qismini chetida to'xtaysiz. O'ng tomonda, chap tomonda emas. Tushunarli? Ana endi va qoidalarning 89-bandi ko'rsatilgan hollarda traktorda to'xtashga va to'xtab turishga ruxsat etiladi. Ya'ni yo'l yoqasida to'xtaysiz. Yo'l yoqasi bo'lmasa, qatnov qismini chetida. Agar mabodo 89-band bor, unda traktorda to'xtashga ruxsat etilgan. Ana endi mana qarang. Hali ham o'sha gap. Mana qoidani buzgan. Nimaga? Chunki trotuarga chiqib qolgan. Mana ham qoidani buzgan, chunki trotuarga bitta balon chiqib qolgan. Bo'ldi. Trotuarda to'xtash mumkin emas. Aslida mumkin emas. Lekin 89-bandda ruxsat berilgan. Hozir uni ham o'tamiz. Transport vositalari hali ham o'sha 81-band. Qaranglar. Mana ham ko'p qoidani buzdi. Nimaga? Chunki yo'l yoqasi bo'lib turib, yo'l yoqasiga chiqmadi. Mana ham qora buzbandi, chunki yo'l yoqasida bo'ldi. Bu to'xtash bo'yicha hali ham. Mana ikkalasi ham qoidani buzmadi. Nimaga? Ikkalasi ham qatnov qismining chetida, trotuarda to'xtash mumkin emas. Ana endi bularni tushuntirdik. Xo'p, demak, yo'l yoqasi bo'lsa, yo'l yoqasiga chiqamiz, bo'lmasa qatnov qismining chetida. Ana endi 89-bandga e'tibor beramiz. 89-bandni chetida qatnov qismiga chegaradosh trotuar chetida faqat yengil avtomobillar, mototsikllar, elektromototsikllar va mopedlar, skuterlar, velosipedlar va individual harakatlanish vositalariga to'xtab turishga 5-15 eng kerakli joy 5-15 yo'l belgisi bilan birga 762, 763, 766 dan 769 gacha qo'shimcha axborot belgilari biri o'rnatilgan joylarda ruxsat etiladi. Ya'ni mana belgilar. Mana 5-15 belgisi, mana parkovka belgisi. Agar mana shu parkovka belgisi bilan mana shu quyidagi belgilarning qaysidir biri o'rnatilgan bo'lsa, endi buni ma'nolari ham bor, bu trotuarga aloqasi yo'q. Shuning uchun mana faqat ma'mi tarafi. Mana shu 5-15 belgisi bilan mana shu quyidagi mana shu belgilar o'rnatilgan bo'lsa, trotuarga to'xtash mumkin. Faqat qaranglar kimga? Yengil avtomobil, mototsikl, elektromototsikl, moped va skuterlar. Tushundingizlar? Ya'ni trotuarga chiqib to'xtashga ruxsat beradi. Agar 5-15 belgisi bilan teyidagi qo'shimcha axborot belgisi bo'lsa, mototsikl, yengil avtomobillar va elektromototsikllar, skuterlar. Lekin mana gruzoviga mumkin emas. Mana trotuarga chiqib to'xtagan deyapti. Mana ko'k bilan qaranglar, yuk avtomobil bir xil to'xtagan. Lekin yengil avtomobil qoidani buzmagan, yuk buzgan. Eslab qoling, trotuarga laboni ham chiqishga ruxsat yo'q. Labo ham chunki yuk avtomobili. Trotuarga to'xtashga faqat yengil avtomobil va mototsikllarga ruxsat berilgan. Mana tonnasini farqi yo'q. 3,5 tonnadan pastmi, 3,5 tonnadan balandmi? 1 tonna bo'lsa ham qoidani buzadi. 1 tonna bo'lsa ham. Nimaga? Chunki yuk avtomobillariga trotuarga chiqish mumkin emas, chunki trotuar qoplamaga zarar berishi mumkin. Zarar keltirishi mumkin. Aniq emas, lekin mumkin emas. Tushunarli? Keyingisi, qaranglar, ana endi eng asosiy joyga keldik. Eng asosiy joyga. 88-bandning 2-xat boshi. Aholi punktlarda, ko'rasizmi? Aholi punktlarda deyapti. Bo'ldi, faqat shahar ichida, aholi punktlarda. Aholi punktlardan tashqarini o'ylamaysiz. Aholi punktlarda o'rtada tramvay yo'li bo'lmagan. Har yo'nalishda bittadan tasmasi bo'lgan. Bo'ldi, mana shu joyda. Endi mana bu joyga ko'rib olaylik. Mana belgi aholi punktini bildiradi. Mana bu uchalasi aholi punktlaridan tashqari. Faqat mana shu belgi bilan belgilangan hududda deyapti. Aholi punkt o'rtada tramvay yo'li bo'lmagan. Mana tramvay yo'li bor, mana bunda yo'q. Tramvay yo'li bo'lmagan har yo'nalishda mana e'tibor oling. Mana bu yerda ikkita yo'nalish bor. Transport bu yoqqa bittasi qaytadi, bu yoqqa bittasi qaytadi. Mana bu yerda ham bitta yo'nalish bu yoqqa, bittasi bu yoqqa qaytadi. Bittadan tasmasi bo'lgan deyapti. Bo'ldi. Tugadi. Virgul bo'lsa qo'shma gap bo'ladimi yo nima bo'ladi? Virgul bo'lsa qo'shma gap. Qo'shma. Men ona tilini yaxshi bilmayman, hurmatli obunachilar. Qaranglar, bittasi tasmasi bo'lgan deyapti. Bo'ldi. Mana ikkita yo'l, mana yo'lni birinchi mana virgulgacha yozib ketdi. Shuningdek, bir tomonlama harakat tashkil etilgan yo'llarda yo'lning chap tomonida to'xtash va to'xtab turishga ruxsat etiladi. Mana 88-bandda aytyapti, ikkita yo'lni nazarda tutyapti. Bir tomonlama harakat tashkil qilingan yo'llarda deyapti va ikkita tasmali qarama-qarshi mavjud bo'lgan yo'llarda deyapti. Chap tomonda to'xtashga ruxsat etiladi deyapti. E'tiborga olinglar. Chap tomonda to'xtash va to'xtab turishga ruxsat etiladi deyapti. Mana ko'ringlar, bizaga qarab kelyapti. Bizaga qarab qo'ygan oldi. O'zi yo'l bunaqasiga yuradi, bu yoqqa qaytadi. Mana qora mashina. Mana bu yerdan o'tib, qarama-qarshiga o'tib to'xtayapti. Qoidani buzmayapti bu, tushunasizlarmi? Mana bu yerda ham e'tibor beringlar, bu qoidani buzdi. Nimaga? Chunki o'rtada tramvay izi borligi uchun. Mana shu joyini yaxshilab bilib olishimiz kerak edi. Xo'p. O'rtada tramvay izi bormi?
bittadan polasami bo'ldi, qarama-qarshiga chiqish mumkin emas. O'rtada bir chizig'i bormi? Mana qaranglar, qarama-qarshiga o'tib olgan bu yoqqa. O'zi bu yerda to'xtash kerak. Bir chiziq bormi? Bo'ldi. Endi bilasizlar, bir chiziqni bosish mumkin emas. Mana bu vaziyatni e'tiborga oling. Bizda bitta qarama-qarshi, bu bir tomonlama yo'l emas. Bir tomonlama yo'l uchun belgi bo'lish kerak. Mana bizani polasi, bu qarama-qarshi. Mana bu qora mashina bizani qatorga o'tib, qarama-qarshi bizaga qarab to'xtab turibdi. Tushunarli? Bu yerda mana bu qora mashina qoidani buzmadi. Chunki 88-bandni men bu bo'yicha borki, bitta video ko'rdim. Rosa xafa bo'lib ketdim. Nimaga? Chunki bitta o'qituvchi chiqdi, boyagi birinchi savolni ko'rdida, ikkalasi ham buzmayapti. Bu qayerda yozilgan degan videolarni ham ko'rdimda, даже ba'zi bir o'qituvchilarimiz bilmas ekan. Aholi punktlarida o'rtada tramvay yo'li bo'lmagan, har yo'nalishda bittadan tasmasi bo'lgan deyapti. Shuningdek ketdi bu yog'i, o'sha boshqa gap, lekin mana tepadagi mana joyga to'g'ri keldi. Tushunarli? Demak, o'rtada tramvay izi bo'lmasa, bir chizig'i bo'lmasa, qarama-qarshiga o'tib to'xtash mumkin. Menimcha buni rasmdan olib. Mana kakras. Mana qarang. Aholi punkti mana shu belgi hal qiladi hammasini. Agar bu ko'k bo'lsa, to'xtash mumkin emas. Mana o'ng tomonda yo'l yoqasida to'xtagan, chap tomonda strechniga qarang, qarama-qarshiga o'tib to'xtab turibdi. Bu o'zi tomonda. Bu qarama-qarshi tomonga o'tib. Ikkalasi ham qoidani buzmagan. Nimaga? Chunki bular aholi punktida o'rtada tramvay izi yo'q. Mana shunaqa to'xtash mumkin. Endi mana bu yerda ikkalasi ham qoidani buzgan. Mana qarama-qarshiga chiqqani uchun qoidani buzdi, chunki bu aholi punktlaridan tashqariga chiqib ketdi. Bu nimaga qoidani buzdi? Bu yo'l yoqasiga to'liq chiqmagani uchun qoidani buzdi. Bu juda ham oson qoida. Mana buni eslab qoling. Aholi punktlarida ikkita polasa bo'lsa, o'rtada bir chizig'i, tramvay yo'li bo'lmasa, qarama-qarshiga o'tib to'xtash mumkin. Bo'ldi. Endi mana aholi punktlarida mana ikkalasi aholi punktlarida ikkita tasmali yo'l, qarama-qarshi mavjud bo'lgan yo'l. Mana 88 ni virgulgacha bo'lgan joyi. Shuningdek deb bir tomonlama yo'l deb, mana bir tomonlama yo'l. Ana endi bir tomonlama yo'lni bilasizlar, mana uchalasi ham oyoqqa qarab ketyapti. Mana belgisi turibdi. Uchalasi ham mana yoqqa qarab yuryapti. Tepaga qarab harakatlanyapti. Unda yo'lni o'ng tomonda to'xtasangiz ham bo'ladi, chap tomondan to'xtasangiz bo'ladi. Farqi yo'q. Bir tomonlama yo'lda xohlagan tarafingizda to'xtang. Bir tomonlama yo'lda chap tarafida ham, o'ng tarafida ham to'xtasangiz bo'ladi. Ana endi shu joyda ko'rishimiz kerak 88-bandning 3-xat boshi. Endi qaranglar, hamma transport vositasiga bir tomonlama yo'li chap tomonda to'xtashga ruxsat berildi, lekin 88-band 3-xat boshida ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan ko'p bo'lgan yuk transport vositalari bir tomonlama harakat yo'llarining chap tomonida faqat yuk ortish va tushirishga ruxsat etiladi. Ana endi bu yerda 3,5 tonna, yana o'sha chegaramiz borda. Agar mana yuk avtomobili 3,5 tonnadan kam bo'ladigan bo'lsa, farqi yo'q. Yuk ortadimi, tushiradimi, to'xtab turaversa bo'ladi. Muammosi yo'q. Lekin bu 3,5 tonnadan og'ir bo'lsa, chap tomonga faqat yuk tushirishga va chiqarishga to'xtashi mumkin. Bu bo'yicha ham juda ham ko'p imtihonda savol uchadi. Yuk tushirishga va chiqarishga. Agar men hozir bagajlarni yopib qo'yib, yuk tushirmayotganda 3,5 tonnadan og'ir bo'lganda qoidani buzardim. Nimaga? Chunki yuk tushirishga to'xtashi mumkin faqat. Yuk tushirish va chiqarishga bo'ldi. Boshqa vaziyatda hammasida o'ngda to'xtash kerak. Mana qarang. Xo'p, mana V mashina qoidani 100% buzdi. Nimaga? Chunki belgini ta'sirida turibdi. Mana farqi yo'q buni tonnasi nechiligini. Chunki belgi taqiqlovchi belgi hammaga ta'sir qiladi. Mana qoidani buzmadi. B mashina o'ng tomonda to'xtagan, bir tomonlama yo'l belgini ta'siridan chiqdi. Ana endi mana yuk avtomobil qoida buzmagani noaniq. Nega? Chunki buni tonnasi ko'rsatilmagan. Agar bu yuk avtomobil 3,5 tonnadan og'ir bo'lsa, qoidani buzdi. 88-bandning 3-xat boshini buzdi. Agar bu 3,5 tonnadan kam bo'lsa, qoidani buzmagan hisoblanadi. Tushunarli? Eslab qoling, bu juda ham oddiy savol. Ana endi mana bu yerga qarang, bir tomonlama yo'lda mana ikkalasi bir xil rasm. Mana V qoidani faqat bu yerda 3 ta polasa, bu yerda 2 ta polasa. Mana bu yerda V mashina 100% qoidani buzdi, chunki belgini ta'sirida turibdi. B qoidani buzmadi, chunki u belgini ta'siridan chiqib ketdi va bu o'ng tomonda to'xtagan. Mana A ham qoidani buzmadi, chunki bir tomonlama yo'lning chap tomonda to'xtash mumkin. Bir tomonlama yo'lning chap tomonida faqat to'xtashda muammo faqat yuk avtomobillarida agar u 3,5 tonnadan og'ir bo'lsa, yuk tushirgan chiqarishda to'xtash mumkin. Qolganida muammo yo'q. Velosiped, avtobus, faqat yuk avtomobilda muammo bor. Xo'p, menimcha endi mana bu savol tushunib oldinglar. Juda ham o'zi bunaqa bandlar ko'p. Hali yana bitta 66, 56, 67-bandlarning hammasini tayyorlab qo'yganman. Mana shunaqa qisqa qilib o'sha hamma qiynalayotgan odamlarni o'sha bandini o'sha savollariga javob berish uchun shunaqa qoida bo'yicha tushuntiraman. Tushundingizda? Qaysi transport vositasining haydovchisi aholi punktlarida to'xtash qoidasini buzmoqda? Kim qoidani buzmoqda?
Xo'p, bu sariq avtomobil nogiron taniqli belgisi o'rnatilgan. Mana taqiqlovchi belgi tagida nogiron mustasno. Mana alohida e'tibor berish kerak. Aholi punktlarida deb savolda ham yozilgan. Mana bu mana belgi ham qo'yilgan. Bu sariq avtomobil bu belgi ta'sir qilmaydi. Demak, bu 100% qoidani buzmadi. Ko'k avtomobil ikkita polosali yo'l, aholi punktlarida, o'rtada tramvay izi yo'q, bir chizig'i yo'q. Ko'k avtomobil qarama-qarshiga o'tib to'xtadi. Bu ham qoidani buzmadi. Shuning uchun har ikkisi buzmadi degan javob to'g'ri chiqadi. Agar mana bu o'rtada bir chizig'i bo'lganda, mana ko'k buzayotgan bo'lardi. Agar tramvay izi bo'lganda ham ko'k qoidani buzgan bo'lardi. Agar mabodo mana aholi punkti degan belgi aholi punktlaridan tashqarida bo'lib turib yoki mana bu aholi punktlaridan tashqarida deyilganda ham bu qoidani buzardi. Bu aholi punktida bo'lgani uchun nima qildi? Qoidani buzmadi. Tushunarli? Xo'p. E'tibor uchun rahmat. Sizlar eng birinchi o'rinda qoidani o'rganinglar. Qoidani o'rgansanglar hamma ishinglar besh bo'ladi. Ana kalit so'zlardan, yana bo'lar bo'lmas narsalardan emas. Har doim qoidaga suyaninglar, bemalol imtihondan o'tkazasiz. Imtihondan o'tishingizga omad.